Bugun Konstitutsiyamiz qabul qilinganligiga 33 yil to'lishi munosabati bilan Konstitutsiya moddalarini bilamizmi challenge'ini boshlaymiz. Keling, Konstitutsiya moddalarini birgalikda eslab, huquqiy savodxonligimizni oshiramiz. Har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli. Bank operatsiyalarining, omonatlarining va hisob varaqalarining sir tutilishi, shuningdek, meros huquqi qonun bilan kafolatlanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasi. O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 52-moddasi. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek, jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 58-moddasi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O'zbekiston Respublikasi davlat suvereniteti va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini ta'minlash uchun tuziladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 152-moddasi. Aziz yurtdoshlar, bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganiga 33 yil bo'ldi. Asosiy qonunimiz hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi erkinlik, adolat va taraqqiyot poydevori, yangi O'zbekiston bunyodkorligining mustahkam asosidir. Ushbu qutlug' sana bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, vatanimiz ravnaq topib, gullab yashnayversin. Konstitutsiya kuni muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar.